20 yil avval eng qudratli kompaniya, ammo hozirgi kunda eng ko'p sharmanda bo'ladigan kompaniya nomini olgan Disney buni yana bir bora isbotladi. Gap shundaki, yaqinda Disney yangi Tron Ares kinokartinasini premyera qildi va film birinchi haftada AQSh hududidagi kinoteatrlarning o'zidanoq $33 million olib keldi. Bu esa o'ta yomon natija. Nega deysizmi? Chunki Tron Ares 2025 filmi uchun $200 million, uning reklamasi, marketing ishlari bilan yana $50 million va film barcha xarajatlarni qoplashi uchun $500 million daromad olib kelishi kerak. $33 million bilan boshlangan haftalik esa filmning umumiy $150 million atrofida yig'ilishiga ishora. Bu esa foyda u yoqda tursin, xarajatni ham narxi emas. Bunga misol qilib shu Jared Leto ijrosidagi Morbius filmi birinchi haftada $39 million bilan boshlab yig'ilgan daromad $165 million ni tashkil qilgan va juda ulkan sharmandaliklardan biriga aylangan. Tron Ares esa undan ham past natija bilan hafta boshlagan bo'lsa, uning taqdiri bundan-da ayanchli bo'ladi. Hozirda ijodkorlar o'zini oqlashga, Disney esa navbatdagi loyihani yerga ko'mishga tayyorgarlik ko'rmoqda.